chap oyog'im bosolmay qolib, qattiq og'riq bilan kelganman. Drena past. Necha miydi? Chapga -3 o'nggi -1,5 graduslar ham bor edi, 180-160. 4-kundirki, Xudoga shukr, umuman yurolmay qoldim. Mana o'zim bemalol, hatto bu tepali qirli joylarda hozir yugurib ham ko'rdim. Yugurdingizmi? Ha, pastga yugurib ko'rdim. Ya Alloh, ehtiyot bo'ling. Odam qo'rqitmang meni. Nima, ukol qildingmi, operatsiya qildingmi? Qanday bo'ldi muolajalar? Mashqlar orqali Xudoga shukr, Ali o'ylagandan ziyoda. Buni kelib ko'rgan odam o'zi ashitda bir davolangan odam uni his qiladi xolos. Men o'z til bilan uni Tushuntirish qiyin. qiyin. tuzalaman deb ishonch bilan, ixlos bilan qilish kerak ekan. Otdan tushgandan keyin nima bo'ldi? Tushunmay qoldim. Maza qildim, men shunday yurib ketdim-da. Qarang, bizga o'xshagan hamma bemorlarni, bizga o'xshagan kasali borlarni mana shu yerga kelishini tavsiya qilaman. Assalomu alaykum azizlar. Mana kurs muolajamizni Ramazondan keyingi kurs muolajalarimizni boshlab oldik. Inshaalloh sizlar bilan bo'layotgan natijalarni tanishtirib o'tamiz. Samarqanddan, turli viloyatlardan kelgan odamlar juda ko'p. Ichki kasalliklar bo'yicha ich qotishi, qavziyat. Qani keling. Otajon, qayerdan kelgansiz? Men Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidan. Aha, nima muammo bilan kelgansiz? Men shu chap oyog'im bosolmay qolib, qattiq og'riq bilan kelganman. Aha. Mana 4-kundirki, Xudoga shukr, umuman yurolmay qoldim. Mana o'zim bemalol, hatto bu tepali qirli joylarda hozir yugurib ham ko'rdim. Yugurdingizmi? Ha, pastga yugurib ko'rdim. Ya Alloh, ehtiyot bo'ling. Odam qo'rqitmang meni. Mashqlar qildim, bitta ham ochiq havoda. Ha, ko'rdim mashq qilayotganingizni. Xudoga shukr, Ali o'ylagandan ziyoda. Buni til bilan buni kelib ko'rgan odam o'zi ashitda bir davolangan odam uni his qiladi xolos. Men o'z til bilan uni Tushuntirish qiyin. qiyin. Nimalarda qiynalasiz ota? Men juda основной shu o'tirib turish, shunga o'xshash, yurish. Namozdachi? Namozda endi o'tirib turish deganda namozni qilavering. Juda azob edi. Tahorat ham unda qiyin bo'lgan ekan. Ha, endi bu chap qo'lim oyoq yuvishga bormay qoluvdi. Shu ahvolga bo'lib keluvdi. Mana Xudoga shukr, o'zingiz ko'ryapsiz. Hamma yo'g'im chiroyli, o'ta go'zal. Mana Perevrada deydimi, chiroyli joyda bemalol ko'nglim ko'tarilib, rohatlanib yuribman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Kelajakda ilohim qo'llaring yengil bo'lsin. Amin. Hamisha xalq xizmatida bo'linglar. Bizdaqa bemorlarga shuna chiroyli xizmat ko'rsatavringlar. Rahmat ota. Sog' bo'linglar. Muolajalar haqida qanaqa fikringiz? Darslar bo'yicha, Nozimjon ustozni tepedagi bo'layotgan psixologiya, mashqlar. Hamma yo'q. Menga o'sha psixologiyaga umuman to'g'risi eng past nazar bilan tashlaydigan odam edim. Kirib buni o'qish kerakligini endi tushundim. Buni o'rganish kerakligini endi bildim. Buni o'rganish, buni ichida, buni zaminida juda ko'p narsani o'rgansa bo'lar ekan. Men bu psixologiyani hali sal kallasi bir yiqilgan, yo ahlicha pastroq odamni bir narsani o'rgatadi deb shuna fikrlaydigandim. Bu umuman boshqa ilm ekan bu psixologiya. Endi rahmat, shunchalik mana nima deydi, ahlan ham, quvvatam tomondan ham, har tomondan rivojlandim o'zim. Albatta. Men yana Xudo xolasa ketib, nima qilmasdan yana 5-10 kunmi, 1-2 oymi bir dam olib, doktordan so'rab, Xudo xolasa yana bir kelib, o'zlari aytdilarki, yana bir kelsangiz, ixlos qilib, yigitdek qo'yaman dedilar. Ajoyib, mana shu Inshaalloh bo'ladi. Salomat bo'linglar. Rahmat ota. Ishlarga rivoj. Mana ota qarangda, mana ko'pchilik savol beradi-da mana. Sizlar o'zi nimani davolayapsizlar? Ich kasalliklar ham bor ekan, ko'z kasalligi ham bor ekan, umurtqa ekan, deb har xil savol berishadi. Biz qanday ishlaymiz ekan ota, men o'zingiz ko'ryapsiz. O'shani men ham birinchi tushunmadim. Bu kasallik hammasi bilishimcha shu odamni miyadan, ichkaridan, shuni hamma yo'qda joy-joyda keyin ovqatlanish qoidasi, keyin qanaqa mashqni qachon bajarishni bilib olsa odam kasallik odamdan qochib yurar ekan. Men shunga ahd etgan shu. Tushundim. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat ota. Kimlarga tavsiya qilasiz ota mana? Men o'zimga o'xshab yoshi keksayib qolib, bansalarga borib, qiynalib, ikol olib, kelib 5-6 kun uyda turib, yana bolalarni qiynab, yana u bansaga borib, ikol olib, u qilib bu. Yo'q, eng mukammali mana shu tabiiy holatda shu yengil mashqlar bilan biz yosh kattalarga mashqlar yengil ekan, o'ylaganda og'ir mashq emas ekan.
oziq ovqatlanish qo'ynim qoidasi ham bunaqangi men o'ylagandaqa och qolish, ovqatlamasam och qolib ketaman degan fikrda edim. Oshqozon o'zi miya gapni olgandan keyin oshqozonga buyruq berib, oshqozon o'zi ovqatdan talab qilmaydi. Zo'r ota. Ya'ni Marg'ilonda tug'ilib o'sganmiz asli. Marg'ilonda bilasiz faqat qo'y yog'i, qo'y go'shti. Men o'zi uyda ham qo'y yog'ida osh qilsa, qilmasa yemaydigan odam edim. Endi qanday yoqda bo'lsa ham, sho'la qilsa ham shirin bo'lar ekan, uni faqat oshqozonda o'rgatish kerak ekan. To'g'ri. Endi shu o'rganganlarimiz shu bo'ldi, Xudoga. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi ota? Mana oyog'ingizdan boshqa. Aytyapman-ku, fikrlash qobiliyatim Fikr o'zgardi. Organizmchi? Organizm ham o'sha ovqatni ham to'g'ri qabul qilyapti. Oshqozonda o'zgarishlar Ha, bunaqangi yotib ham och qolsam uxlamasdim hechgacha. Maşallah. Endi o'sha yarim tolma bilan yotyapmiz. Shu erta bilan turib yarim tolma yeyilyapti. Sahar bomdodga turamiz. Bomdoddan 1 soat oldin ham turamiz. Kechasi bir qanaqadir suyuqlik berishyapti, o'shani ichyapmiz. Bir bomdoddan 2 soat oldin. Shunaqa. O'sha bilan erta bilan yengil, abitda yana yengil, undan keyin yana yengil, 4 mahal yengil yeb oshqozonda 2 kunda o'rganar ekanman. 2 oba qiynaldim. Ha, shunaqa o'rganguncha qiyin bo'ladi. 2 kun rosa qiynaldim. Hali ko'chaga chiqib bir narsalar yeb kelay deysiz-ku. Keyin qo'rqdim, yaxshilab yemagandim bo'lmasa. Ya zo'r ota. Xursandman sizdek natijalarni ko'rib ota. Boringizga shukr. O'zif uchun alohida rahmat. Chunki yosh kattalar ko'p keladi-da, aytadi, mashqlar odamni qiynab qo'yadi, yosh kattamiz deydi-da. Men o'zi aytdi, yengil ekan mashqlar deb turib, shunga xursand bo'ldim. Chunki juda ko'p yosh kattalar keladi, yotganini kelsa, mashqlaringlar ko'p ekan, qiynab qo'yadi meni, qila olmayman deydiganlar juda ko'p-da. Ya mutaxassislar bular o'sha yoshga qarab, o'sha misoldan bu yoshlarga buni 30 ta qilasizsa, menga 20 ta, ularga 40 ta desa, menga 10 tadir, 15 tadir ashna qilib, o'zi etap qilib to'g'rilab, o'zi rejimlari bor ekan bularda. Bor ekan. Buni tushunmagan odam, birinchi kelgan odam kirib ko'rsa, haqiqatda bunaqa yoshlar haqqillab qilyapsa, mana ham shunaqa qilib pachaq qilib beradi bularni, qo'rqar ekanda. Buning uchun tushuntirish kerak deb menga yaxshi tushuntirdilar doktor. Siz yoshingizga alohida qiynamay mashqlar bajarasiz dedilar. Ammo bo'ldi desam to'xtatishadimi desam, men bo'ldi sizlar va qiynalgan joyimda bo'ldi dedim. Bo'ldi ota dam oling deyishdi. Damimni olib yaxshiman desam yana boshlayvering deb ana shunaqa qilib mana hozir yoshlardaqa bemalol aytganini qilyapman. Ha, siz yoshlardan ham o'tib ketdingiz, hozir qarab turibman, chekada mashqlar qilyapsiz astoydil. O'rganib qoldim-da, har kuni 10 ta mashq bor edi-yu. O'shanga bu nima otdan ko'ra bitta mashq qilib edi. Endi biz ko'p ot minganmiz, o'shaning uchun o'sha mashqni muhim rahmanga deb mashq qilib oldim bir qator. Rahmat ota. Sog' bo'ling. Boringizga shukr. Rahmat Sizlarga ota. ham Alloh bolalarga qo'yasiz, xudo xolasa biz duolarimiz ilohim. Butun O'zbekiston duoda sizlar, xudo xolasa. Natijalarni kuzatishda davom eting. Ana endi ko'z kasalligi bo'yicha keyin bemorlarimiz bilan suhbatlashamiz. Rahmat otajon. Sog' bo'ling. O'zi kutib turibdi mana yonboshimizda. Jon, qayerdan keldingiz? Namangandan, Namangan. mahallasida. Yaxshi. Ko'zda qanaqa muammo bilan kelgansiz? Ko'zda shu zreniya pastida. Drena pas. Ha, Necha edi? Chapga -3 ga, o'ngga -1.5 ga graduslar ham bor edi, 180-160 ga. Ha, yaxshi. Qarang, bitta savol. Kelganda qator tekshirganmiz. Necha qator ko'ryaptidingiz? 2 metrdan ko'rayotgandim. Chap ko'zimda, hozir 3 qator, 6 qator ko'ryapman. Ha, o'sha 2 metrdan ko'ra olmaydigan darajada. Qo'y. O'sha ko'ryapsiz. Mashalloh. Nima, ukol qildingmi, operatsiya qildingmi? Shunaqa. Qanday bo'ldi muolajalar? Mashqlar orqali, psixologiya orqali hammasi. Yaxshi. Qarang, mashg'ulotlarda qiynalmadingizmi? Yo'q. Yana nimalarda o'zgarish bo'ldi? Mana kelib nima oldingiz o'zingizga? O'zimga ancha fikrlashim o'zgardi. Aha. Ichki ishimda ham muammolar bo'ldi, ularni o'zgardi. Ichki ishda muomala o'zgardi. Inson tanasiga bo'lgan tushunchalar. Shu kasalliklar hammasi bir-biriga bog'liq ekan. Bitta joyi o'ziniki bo'lmas ekan, hammasi bir-biriga bog'liq bo'lar ekan. Tushunadi. Ham bitta savol qarang. Men kelayotganda hamma tuzalarmi keyin degan savol bilan keladi-da. Sizda qanaqa ishonch bilan kelgansiz? Unaqa narsa bo'lmasligi kerak ekan. Unaqa bo'lsa pishtiga tuzalamas ekan. Tuzalaman deb ishonch bilan, ixlos bilan qilish kerak ekan hammasi bilan. Rahmat. Boringizga shukr ukajonim. Rahmat. Alloh Alloh razı olsun. Kuzatishda davom etinglar. Endi asta qolgan yosh kattalardan ham so'rashni boshlaymiz. Qani ketdik. Nima bo'yicha kelgansiz siz? Belim og'ruvdi, umurtqa bo'yicha kelganman. Aha, hozir qanaqa natijalar? Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Ancha yaxshi. Yaxshi. Nima o'zgarishlar bo'ldi yana ona? Necha kunda bildingiz o'zgarishni? 5-kuni bildim o'zgarishni. 5-kundan bildingiz o'zgarishni. Zo'r onajon. Nimada qiynalardingiz, qiynalmay qoldingiz? Shu engashib namoz o'qigani qiynalardi.
Engashib namoz o'qigani qiynalardi. Hozir qiyinchiligi yo'q. Qiyinchiligi Ichki organizmlarda nima bo'ldi? hamma yo'q. Ichlarim kelishi yaxshi bo'ldi. Ichki kelishlari yaxshi bo'ldi. Xursandmisiz? Xursandman. Dori-darmon bilan davolaymiz ekanmi? Yo'q. Qanday davolaymiz ekan uni? O'pkilsiz, dorisiz davolanadi. Kelishdan oldin qanaqa fikrlar bor edi uni? Tuzalamanmi, boshqa? O'pkil olaverib, to'g'risi rosa bezor bo'lib ketdim. Aha. Shuning uchun keldim. To'g'ri ekan. Xursandmisiz? Xursandman. Sekin gapiryapsiz. Onam shijoatsizdan berib turasiz shekilli. Hammani tavsiya qilaman deng. Nimcha u sekin gapiryapti? Rahmat sizlarga. Bemorlar Hammalaringga Rahmat. Kelinglar, men bu yoqqa belaydi. Otdan tushgandan keyin bu yoq o'zgarib qoldi. Otdan tushgandan keyin nima bo'ldi? Tushunmay qoldim. Maza qildim. Men shunday yurib ketdim-da. Qarang, bizga o'xshagan hamma bemorlarni, bizga o'xshagan kasali borlarni mana shu yerga kelishini tavsiya qilaman. Otdan tushgandan keyin oyog'ingiz qanaqa bo'lib qoldi? Mana shu yurib ketdim. Yengilmi? Umuman yura olmasdim. Qarang, o'sha yerdan mana shu yergacha ham yurib keldim. Hassasiz yurib Yengil, keldi. hassasiz yurib keldim. Maza qildingizmi? Maza qildim. Xursandman. Shunga endi og'zimni bekitolmay o'tiribman. Shuning uchun mikrofonni berib olyapman-da. Maza qilyapman. Boringizga shukr, rahmat onajon. Sizlarga ham rahmat. Samarqanddan keldingiz. Natijalar qanaqa? Nima o'zgarishlar? Nimalarni qabul qildingiz? Nimalarni his qildingiz? Yaxshi bo'ldim, yaxshi uxlayotgan bo'ldim. Uxlashda o'zgarish bo'ldi. Yaxshi Mashalloh. yurayotgan bo'ldim. Zo'r. Boshlarim og'rimayotgan bo'ldi. Boshda og'riqlar o'zgardi. Zo'r. Yuragimda ham yaxshi natijalar bo'ldi. Yurakda ham o'zgarish bor. O'zimni yaxshi his Zo'r. etyapman. Men siz natija bo'lmayapti deb his qilyaptim. Ko'nglim cho'q bo'ldi, yaxshi bo'ldim. Ko'nglingiz chog' bo'ldi. Yaxshi. Ichki kelishda o'zgarishlar qanaqa bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Boshlandimi? Ha, boshlandi. Nechinchi kundan bildingiz? 4-kundan bildim. 4-kundan bildingiz, a? Bildim. Ha, ko'pchilik savol beradi, rahmatulloh ichki kelishi deydi mana. 4-5 kundan keyin boshlanadi deyman-da. Shu rost ekanmi gapim? Yaxshi. Yaxshimi? Allohga shukr. O'tilayotgan mashg'ulotlar tushunyapsizmi? O'rganyapman, ha, Allohga shukr. Yaxshi ekanmi? Yaxshi. Necha yildan beri qiynalib yurardingiz? Bir 10 yildan beri qiynal edim. 10 yildan beri. Ha, hozir yaxshiman. Hozir yaxshisiz. Hozir yaxshiman. Nimalarda ko'proq haligi siqilib qolardingiz? Nima bo'lganda ko'proq siqilardingiz? Asabim buzilganda ko'proq siqilaydi. Ha, ich kelmaganda asabingiz tez buziladi. Shunday bo'ladi. Hozir yaxshiman, Allohga. Hozir yaxshi. Bahor chiqyaptimi bu yerda? Yaxshi bo'lyapman. Yana nima o'zgarishlar? Ko'zda ham o'zgarish bo'ldimi? Bo'lyapti. Qanaqa o'zgarish bo'ldi ko'zda? Tiniq ko'rayotgan bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapman, Allohga shukr. Mashalloh. Yana qanday natijalar? 7 8 sanasi o'zi? Yaxshi bo'lyapman. Kelganingizda afsuslanmaysizmi? Yo'q, yaxshiman. Samarqanddan, Surxondaryodan telefon qilib so'rashadi-da, shunga aytmoqchi. Yaxshiman. Tavsiya qilasizmi? Ha, albatta. Allohim topganlaringizga baraka bersin, yaxshi kunlaringizga nasib aylasin. Ko'p gap bilmayman. Mayli, zo'r onajon. Asosiysi natijaga xursand bo'ldim. Boringizga shukr onajon. Qo'rqamayotgandi. 2 kilo kamaydim. 107 kilo edim, 105 kilo bo'lib qoldim. Zo'r. Ota qiynalmayapsizmi? Yo'q, maza ekan. Asakanda, Aqtachi degan joydan keldim. Nima muammo bilan keldingiz? Voy shu belim og'riydi, ikkala chizam og'riydi. Necha yildan buyon davolanaman, bir effekti bo'lmayotgandi. Bormagan joyim, ichmagan giyohim, hatto tirik chuvalchanggacha ichib ko'rdim. Chuvalchangni ham ichib ko'rdim. Xullas, endi bormagan joyim qolmadi. Toshkent qolmadi, Namangan, Qo'qon, Vodiy, hamma yo'q. Yotmagan darslar qolmadi. Reklamani nima dori chiqsa ichaman. Lekin effekti bo'lmayapti. Allohga shukr, shu yerga kelib, ozgina endi butunlay emas, sekin yo'qolar ekanu, ancha effekt ko'rdim. Allohga beadad shukr. Shu yerda ishlayotgan turgan hamma ishchilarga, bizga ta'lim berayotgan, mana qanday mashg'ulotlar olib borayotgan hamma yigitlarga, o'g'il-qizlarimga rahmat deyman. Ilohim martabalari bundan ham baland bo'lsin. Ilmlari ziyoda bo'lsin. Bitta savolim bor. Qaysi vaziyatda qiynalardingiz, hozir unchalik qiynalmayapsiz? Qadam tasholmasdim, ishonsangiz, 1 minutga mashinada tura olmasdim. Hozir shu yerga kelib, 5 minutgacha hastada bo'lsa ham belimni tikka qilyapman. Hoy, necha metr keldi stadionga? Ha, mana hozir u tepadan shu yurib chiqdimda. 200 metrcha yura olmasdim. Ishonsangiz, bir qadam ham mashinada g'oz tura olmasdim. Allohga beadad shukr. Shu jicha g'oz turyapman. Qadam tashlab shu ancha yurdim. Men yura olmasdim. Muolajalar haqida fikringiz qanaqa? Muolajaga gap yo'q. Ayniqsa Nozimjon doktorligiga qoyilman. Lekin men ko'p joyga shunaqalarga borganman, bu darajada effekt ko'rmaganman. Mana oyog'im umuman ochilmas edi. Hozir vaqti ochib yubordilar.
Otga chiqdim deb. Otga chiqdim deb ochilib ketdimi bilmayman. Ko'tarib bordim. Allohga beadal shukr. Momo odamni qaranglar. Mazamni sizga. Endi bitta natija bo'lsa yura olasizmi endi maqtani? Maqtanaman-da. Necha yillik bu? Pashti 10 yillik qiynalar. 10 yildan beri bilan yurmagansiz. Mash, opa gap, mash, xola gap. Oila. Gapirib bo'ldi bu ya. Siz nima muammo bilan kelgansiz? Menma asha oshqozon ichakdan. Oshqozon ichak muammolari. Qanaqa bo'ldi natija? Yaxshi. O'zgarish necha kundan keyin bilindi oshqozon ichakda? Oshqozon qanaqa o'zgarish? Ichki idishlarda o'zgarish, Ha, yengil ovqat ashkina. hazm bo'lishlar. Kelgan kunim o'sha damlab berishdan emasmi? O'sha kuni yo'lda. Bundan keyin yaxshi bo'lyaptimi hozir? Yaxshi. Hazmda muammolar yo'qmi? Yo'q. Umurtqada qanaqa holat o'zgarishlar? Yurishda, boshqada? Umurtqada hali o'zgarish bo'lgan, o'sha nervlaringizni ochish kerak dedi. Nervlarim ancha ochildi. Mana yelka tarafdan ikkovi yelkam, keyin oyog'im orqalari. Divideniyada уже o'zgarishlar bor. Ha, keyingi safar kelsangiz mana tosingizni qimlatmaydigan bo'lib qoladi deb shunday. Inshaalloh. Bardavom bo'lsin natijangiz, rahmat. Qanaqa muammo bilan kelgandingiz? Ko'z muammosi. Ko'z bilan, a? Kelganingizda necha qator ko'rasiz? Hozir necha qator ko'ryapsiz? Kelganimda 2-3 qator ko'rardim. Aha. Hozir 6-5 qatorga chiqdi. Zo'r. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi? Men qabziyatdan qiynalardim. Aha. Qabziyat o'zga keldi. Yana Keyin o't qopi dimlanishi. o'z qopida. Bo'lim, kayfiyatlar boshqalarda o'zgarish, uyquda. Uyqu ham yaxshilandi. Aha. Kayfiyat a'lo darajada. Aha. Tushundinglarmi muolajalar? Yaxshi. Xursandmisiz? Juda ham. Nima muammo bo'yicha keldingiz? Biz ham biroz bilan. Hozir qanaqa natijalar? Allohga shukr yaxshi. Necha kunda bilan natija? 4 kunda. 4 kunda bilindi. Rahmat. Xursandmisiz? Yana nima natijalar bo'ldi sizda? Kayfiyatim ochildi. Kayfiyat ochildi. Ruhiyatimiz yengilladi Alloh. Zo'r. Yana Maza qildi. maza. Juda yaxshi. Xursandman, boringizga shukur. Mana azizlar ko'rib turganinglardek, juda ko'p kasalliklar bo'yicha 10 kunlik kurs muolajamizda natijalar oldik. Avvalolloh biz bandamiz, harakat qilamiz xolos. Ishonch, muhabbat va harakat sizga bog'liq. Juda ko'p insonlar keladi, aytadi, menda qachon natija bo'ladi, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Avvalo xolos, harakat va hayot tarzingizni o'zgartirish. To'g'ri tushuning, siz yillar davomida mashq qilmagansiz, yomonga yo bo'lmasa turli xil mashg'ulotlarni qilmagansiz. Kimda shunaqa muammolar qiynayotgan bo'lsa yoki savollaringlar bo'lsa, bemalol mana shu yerda xabarlarga yoki kommentariyada yoki nomerlar qoldirib qo'yamiz. Xabar berib bemalol o'zingizlarni qiziqtirgan har qanday savollarga javob olishinglar mumkin. Imkon qadar xizmatinglardamiz, sog' bo'linglar. Zero tuzalmaydigan kasallikning o'zi yo'q. Faqat tuzalishni xohlamaydigan dangasa tambal insonlar bor.